Assalomu alaykum. Juma ayyom bugun muborak bo'lsin hammamizga. Biz mana Parkentga yetib keldik. Mana shu Parkentda mayizi uzumlarni gapiradi-yu. Bu yerda polni shunaqa joy ekan. Mana bu yerda odamlar ishlayapti. Tovuqxona qilgani keldik, setka o'rnatib tovuq beramiz. Ustalarni olib keldik, o'zim ham keldim. Qo'qondan Parkentga. Polni uzum ekan. Bu yerda xalqi faqat uzum bilan. Mana uzumlar mana bizda tokda bo'lsa, bu yerda yerda bo'lar ekan. Mana uzumlar. Aylanasiga uzum mana moshinalar turibdi qator. Hamma yo'q. Shu o'zlari ishlab mehnat qilyapti bu yerda xalqi. Mana setkalarni olib kelganmiz. O'zimizdan komplektda hamma narsa bor. Biz bergan setkalar. Mana tovuqxona. Ustalar bilan birga keldik. Ustalar tashiymiz. 2 kunda bitkazib berishadi. Keyin tovuqlarni jo'natamiz. Setkalar polni nipili bilan komplektda yangi, hech qancha ishlamagan karmushkalari bilan 3 etajli noshkasi bilan komplekt. Hech qanday o'zgartirish kiritilmaydi. Butun chotki. Xitoy setka 96 talik. Sig'ari bemalol. Yuravering. Ha, Damas chaqir ekan, egasini ol deyapti. Damas hozir. Karmushkalari ham yangi bo'lgan. Zo'r variant bo'ldi baqa. Tayyor keldi. Hamma yo'q uzum. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.